Assalomu alaykum. Men Azam va Fotima Buxoro davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasiman. Bugun men sizlarga boshlang'ich sinflarda qiziqarli matematika o'qitish kabi fandan tayyorlagan mustaqil ta'limimni tavsiflab bermoqchiman. Bizga berilgan mustaqil ta'lim bo'yicha biz yaratgan kitobchamiz. Qiziqarli matematika. Matematika o'zi nima? Matematika nima uchun kerak? Matematika haqida buyuk olim, musiqashunos Chaykovskiy shunday ta'rif bergan. Agar matematika go'zal bo'lmaganda edi, ehtimol matematikaning o'zi ham bo'lmas edi. Aks holda qanday kuch insoniyatning buyuk daholarini bu qiyin fanga torta olardi deya ta'riflab berib o'tgan. Xo'sh, kitobchamizning birinchi betida kim yozilgani, ism familiyani bajargan va tekshirgan o'qituvchimizning ismlari. Tekshiruvchi o'qituvchimizning ismlari Ideyeva Gulchehra Izomovna. Matematika bu hayotning universal tilidir. Keyingi betlarda va shu yerda QR kod berilgan matematika faniga to'liqroq va chuqurroq kirib o'rganishimiz uchun yordamchi, ko'makchi QR kod. Tabiat matematika tilida yozilgan kitobdir. Galileo Galileyning fikri. Topshiriqlari bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, birinchi topshiriqda doirachilarga xos bo'lgan ayni bir o'quvchi mantiqan o'ylab javob topishga harakat qiladigan topshiriqlar berilgan. Keyingi topshirig'imizda bu yerda nechta uchburchak bor va shu bilan birga bu yerdagi QR kodda uchburchaklar to'g'risida qiziqarli ma'lumotlar, ularni o'rganish haqidagi faktlar, ma'lumotlar o'rgatib o'tilgan. Uchinchi topshirig'imizda tarozi va ularda berilgan sharlar og'irligini topish so'ralgan. Bunda o'quvchi o'zi mantiqan o'ylab, masalaning shartini tuzib, rasmga qarab tuzib, uni yechishi kerak bo'ladi. Shunday topshiriqlardan tashkil topgan. Ayni mana shu joyda o'quvchilar matematika boshlang'ich sinf o'quvchilari juda yosh, matematika qiyinroq fan bo'lganligi uchun boshlang'ich sinf rahbarlari, sinf o'qituvchilari o'quvchilarni matematika faniga qiziqtira olishi kerak. Shu bilan birga berilayotgan topshiriqlar o'quvchilarning yoshiga, sinfiga va aqliy xususiyatlariga mos va xos bo'lishi kerak. Ayni oxirgi topshirig'imizda ham mana shunday mantiqiy topshiriq berilgan. O'quvchini qiziqtirishga, o'quvchini ayni shu matematikaga ko'proq qiziqtirib, o'rganish salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi kitobchamiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.